Xo'p, akalar bugun Li 9 da bitta farfaro qilamiz. Qachon endi shundoq Li 9 ga o'tirdik. Zakaz premyerdan. O. Zakaz keldi. Birinchi zakaz. Qani? Bismillah deb boraychi. Nima bo'lar ekan zakaz? Yaqin atrofda ekan, tem bo'li. Klientni bunaqadan keyin sochni eshiklarni ochib kutib olish kerak. Hoppa. Qachon chiqarkan endi bu klient? Hop, klient chiqyapti menimcha. Menga mulozamatingni ko'rsatmasdan, o joyingga ko'tingga hozir bir tepaman. G'alatiroqmi deymanmi? Ko'p manzilni belgilamagan ekansiz, qayerga boramiz? Bu g'alatimisan sen? Hayda o'zim aytaman 200 soat yurasan men bilan. Bo'ldi, bu yog'i jig ekanda $400-500 trenddan qilar ekanmiz. Qanaqa trend to'g'risida gapiryapsan? Men senga $500-400 trendingni ko'rsatib qo'yaman. Berganimni olasan, tushundingmi? Hayda. Bo'ldi, faqat shu yelkaga tegmang, iltimos. Trend yopildi endi menimcha.